Tarmoqlarda shov-shuvli xabarlar tarqaldi. Unga ko'ra, ayrim savdo nuqtalarida aksiya nomi ostida sotilayotgan bananlar ichiga kasallangan qon yuborilgani haqida da'volar aytilgan. Ammo bu xabar qanchalik haqiqatga yaqin yoki bu ijtimoiy tarmoqlardagi navbatdagi asossiz mishmishmi? Zamonoz ushbu holatga oydinlik kiritish uchun poytaxtdagi bir nechta savdo markazlaridan birida bo'ldi. Eshitdim-ku, ko'rganim yo'q lekin. O'zingiz ko'rganingizmi? Necha kunda sotib bo'lasiz mahsulotni? Har kuni. Har kuni yangi keladi. Endi odamlarchi o'zi arzon narsaga uchadi. 18 ming, 17 ming men ham ko'rdim o'sha internetda banan oldik 18 dan deb, lekin Chorsu atrofida hali 18 minglik banan yo'q. 25, 24 ming. Kelib so'rashadi lekin, banan necha pul? Ha 25 ming, anta 18 ming. Yo undan emas, bu yaxshi banan, original banan deymiz. Ichidan qon chiqyapti. Yo'q, unaqa narsa bizlarda yo'q. Bizda hali unaqa vaziyat ham duch kelmadik, bizga jarba qilib hali hech kim kelmadi ham. Mana